So'zlar bu videom sizlar bilan birgalikda biza ya'ni yashil o'tirg'izorga kirib dam olamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, ko'rib turibsizlar, men eski uyimdaman. Nima bu yerga keldim? Ko'p narsam qolib ketgan ekan, o'shalarni sekin ko'chirishim kerak. O'sha uchun hozircha shu yerda turibman do'stlar. Xo'sh, bugun men bir o'zim emasman, hozir shu yerga ham kelib qolish kerak edi o'zi. Manimcha kelib ham qoldi. O, ana do'stlar. Big Fev mana do'stlar. Salomlashib qo'ying. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan kanal Bekvev va Bekstauz. To'ppa-to'g'ri do'stlar. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, Big Fev bugun CLS'larga kelibdi. Bu CLS'ni o'zi tanisanglar kerak. Videolarini ko'rgan bo'lsanglar taniysizlar. Reklama qilib qo'yibsiz a? Xo'sh, bu men o'zim eski Mersindaman. Xo'sh, bo'lmasa biz hozir bozorlik qilamiz. Ya'ni shu mayda-chuyda produkt olamiz. Shashlik-bashlik qilib dam olamiz do'stlar biz. Xo'sh, ketdik bo'lmasa. Sekin orqamdan haydavering. Shaharga kelgan Big Fev bo'lish uchun to'g'ri tushunasizlar. Uncha bilmaydilar. Urolmasak bo'ldi hozir. Mayli do'stlar, ko'rmadinglar sizlar. Voy bile. Uzun so'rab qolaverasiz o'g'lim. Bo'ldi, ketdik. Sekin gazlaymiz do'stlar. Oppa. Do'stlar, bu yerda gay-pay yo'q, shuning uchun bosib qolish kerak do'stlar. Xo'sh, sekin biz bozor qilamiz hozir. Shaharcha magazin kiramiz. Xo'sh, nima gap do'stlar, kommentariyaga yozinglar, hol-ahvolinglar qanday, nima gaplar, ro'zalarni yaxshi tutib oldinglarmi do'stlar? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'sh, biz magazin kelib qoldik. Ko'rib turibsizlar. Oppa. Ana Big Fev ham orqadan qolishganlari yo'q. Xo'sh, bu yoqdan bu yoqqa yuramiz sekin. Bu yoqdan esa bu yerga do'stlar. Xo'sh. Mana do'stlar, do'konga kelib oldik. Hozir mayda-chuyda produktlar olamizda. Big Fevni mashinasiga yuklab chiqamiz do'stlar hozir. Xo'sh. Mashinani sal qiyshiq qo'yib qo'ydim. Hech narsa qilmaydi do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa biz bozorlik qilib videoni davom ettiramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana chiqdik, sekin bozorlik qilib chiqdik. Hozir Big Fevni mashinasiga yuklaymiz bularni. Soling. Oppa. Bo'ldi do'stlar, bozorlik ham qilib bo'ldik. Endi sekin o'sha o'tloqlarga boramiz do'stlar. Big Fevni mashinasi ham zo'r do'stlar, nomerlarni ko'rib turibsizlar, Delovay. Rossiya nomeri taqib ko'ribdilar do'stlar, mayli. Xo'sh, sekin mashinaga o'tiramiz. Unday bo'lsa sekin mashinaga o'tiramiz do'stlar. Zadniga haydaymiz. Ketdik biz bo'lmasa sekin magistralga, ya'ni shu katta yo'lga yo'l olamiz do'stlar. Xo'sh. Mana yoqda ham shaharlar o'zgarib ketgan do'stlar, ko'rib turganinglardek yangi domlar qurilyapti. Ashi o'zgarib ketgan do'stlar. Biz bo'lsa takansa gazlaymiz. Ko'rib turganinglardek, xo'sh. Sherlarda ham dam olsak bo'ladi-yu. Bu yerlarda joy kichkina do'stlar. Ko'rib turganinglardek joy вообще kichkina, o'sha uchun magistralda kechada bitta zo'r o'tloq bor, katta, hech kim indamaydi do'stlar, yerga nima ish qilsanglar ham. O'sha yerda qilamiz do'stlar ba'zimda. Xo'sh, bu yerdan mana yoqqa yuramiz. O'zi bu qoidabuzarlik, lekin bizga farqi yo'q. Mana odamdek ko'tin burib kira olamiz do'stlar. Voy. Bale harab sharmandaga yuramiz. Hech narsa qilmadi. Mayli, biz ketdik ham biz. Atak drift qilmoqchiga o'xshamay qoldi saligina. Oxir mashinamiz portlab ketib boradi. Masha zo'r bo'ldi-ley. Kurtoy поворот. Xo'sh, mana stadion ko'rib turganinglardek, boshqa joy ekan, mayli. Jopal. Big Fev aylanib ketdilar. Oppa. Gay ushlasa lekin normalni ish qiladi lekin. Xo'sh, Big Fev qolib ketdilar. Naylar kelyapti, menga qo'yib. Biz ham yo'limiz oson. Voy, vashi normal burgandan lekin.
Bizaniyam yo'limiz oz qoldi. Salgina hali keldik do'stlar. Mana shu yerlarga qilsak hech kim indamaydi do'stlar bizga. U torimiz ham zo'r. Mana do'stlar keldik. Mana shu archalarni soyasiga o'tirib, hozir biz bozorliklarni tushirib, damni olamiz do'stlar hozir. Xo'sh. Mana keldilar. Bagajni oching. Xo'sh do'stlar, biz hozir shashlik-pashliklarni qilib olib, videoni davom ettiramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, o'zi biz hamma musorlarni yig'ishtirib, bananga yukladik. Chunki bizda bagajda joy yo'q do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa mashinalarni almashib bir haydab ko'rik. Mayli. Davay. Man kalit. Man kaldim. Mana bagaj turibdi kaliti. Qo'yganimiz Kalit olamiz do'stlar. Bagajni yopib bering, hay. Sekin mashinaga o'tiramiz do'stlar endi. Xo'sh, ko'rib turibsizlar. Mashinangiz botib qolibdi-ku. Kavlab buksot qilib olyapti, ko'rib turganinglardek mashina botib qolgan. Xo'sh do'stlar, bir bola qilib chiqib oldik do'stlar. Ko'rib turganinglardek maza qilib dam oldik. Endi kechqurun hech kim yo'q do'stlar tashqarida. Ko'rib turganinglardek bilganingizni qilsanglar bo'ladi. Gaz olamizmi mashinaga? Sizniki yarim ekan, olamizmi? Hozir olamiz qayerga? Yaqinroq joy qayerda ekan? Ketdik o'zim, men Narvan sifatli joyini bilaman. Ketdik. Вообще yomon drift qilayotgan balolarni ham kal bo'lib ketibdi o'zi ham. Original Sedas olmishda ovozini o'chirmoqchi bo'lganman-da. Vehilplari ham antikuar deydim do'stlar. Qarog'i ham tushib qoldi do'stlar, ko'rib turganingizdek. Hozir Bek Fevni uyiga tashlaymiz-da, o'zimiz ham uyga ketamiz do'stlar. Вообще uy. Ko'rdinglarmi? Buksot qilgan do'stlar. Resk o'ngga chapga tortib ketib qoladi. Sal qoldi bir mashina qolardik bansadi. Bekfev ham tinchitmayapti. Xo'sh. Lekin mashinalar bo'lmasa benzin qo'yamiz do'stlar. Chunki benzin kam qolibdi. Zapravka qilamiz-da, keyin sekin uyga tarqaymiz. Kech bo'lib ketdi вообще do'stlar. Uxlash kerak, erta ishga borish kerak do'stlar. Mertmanch o'zi bo'lmaydi. Oppa. Mana do'stlar, benzin olmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerga kelaverasizlar. Вообще zo'r joy. Davay, siz birinchi olib oling. Xo'p. Sekin ochirtib turamiz do'stlar. 24 ga yetishlikda ber. Bemalol xohlagan paytinglar kelsanglar bo'ladi. Voy, bag bo'ldi. Yurib ket. Do'stlar, ko'rmadinglar buni ham. Chota ko'rmasa. Billet. Pravam yo'q-da, просто pravam yo'q bo'ldi. O'zi so'rab qolaman. Mana do'stlar, militsiyalar mana shu nomerni ko'rsanglar, точно to'xtatinglar, garantiya beraman, pravasi bo'lmaydi. Xo'sh, polni vay qildik mana. Sekin yo'lga tushamiz endi. Xo'sh, bo'lmasa sizni uyingizga tashlaymiz. Biz talba o'zimiz bilan uyga olib ketmasak bo'ldi do'stlar. Oppa. Zapravka qilgandan keyin zo'r tortishni boshladi. Sal qoldi do'stlar, urug'larni. Vo. Ko'rmadinglar do'stlar buni ham. Oppa. Ko'rib turganlar, вообще ko'p buksot qiladi mashina kal bo'lib. Bala. Tamam, Beksta uzr so'rab qolaman. Bo'ldi, mashinani chetga qo'ydim. Bo'ldi do'stlar. Yugurayapman, oldimga keling. Mashina urtaylar do'stlar, ko'rib turganinglardek. Bitta mashinaga ketamiz endi, uyingga tashlab qo'yingchi bo'lmasa.
To'g'rilab beraman Bek usta. Ko'rib turganinglardek. Tashlab qo'ying. Nima qildi o'zi? Bilan kirib ketdi. Devorni bir qapishtirib kelibsiz. Bo'ldi endi moshinangiz manga endi taxlab berasiz. Mayli. Man bizlar CLS'li bo'ldim yana bitta ikkita CLS'im bor ko'rib turganinglardek. Xo'sh, bo'lmasa Bek yaqinda kelganlari uchun, Asadbek yaqinda kelganlari uchun bu yerga mehmonxonada turibdilar. O'zi aslida sentyabrda turar ekanlar. Mana Bek, davay charchamang. Mayli, rahmat. Uzr lekin moshinangiz uchun. Shallik emas. Bitta. Boshqa narsani turamiz sizlar.